Siz bogini bilan mani o'tirganimni gapirib o'tiribsizmi? Yo, men videolar ko'rsatdim. TikTokdagi videolarni ko'rsatdim. Aha. Bo'ldi, nima? Nimaga? Hamma biladi, men bogini bilan o'tirib, endi menga sizlardagi insonlarda unaqa tushuncha bo'lmaydi. Qanaqa bir erkak bo'lish kerak, ayol bo'lish kerak. Yosh bolalar ko'radi bunaqa narsani, kelajak nima bo'ladi, unaqa tushuncha yo'q-da, tushuntirganning foydasi yo'q. TikTokga kim nimaga yosh bolasini kirgizadi? TikTok u yosh bola, hozirgi yosh bolalar birovdan so'ramaydi. Maktab bolasi ham qo'lida telefon bor. Qarab o'tirsin, telefon ichida TikTok olib tashasin. TikTok shunaqa joy. Olib tashasin degandan foyda yo'q. Siz ham yaxshi gapirsang, shou bo'lmasa TikTok qizuv emas. Qanaqa shu? Yo'nalishingiz shunaqa. Shu yo'nalish emas, u yo'nalish degan ekansiz. Yo'q, sizlarga nima farqi bor? Sizni eshigingizni taqillatib bezovta qilyaptimi? Yo'q, menga nima farqi bo'lmaydi? Gapirib o'tiribsiz. Nimaga farqi bo'lmaydi menga? Savol sizga. Yo'q, nimaga gapirib o'tiribsiz? Siz kimsiz, men kimman? Nima qilib qanaqa pul topib o'tiradi? Qanaqa pul topib o'tiradi? Men tengayotganim yo'q. Ha, sizga nima farqi bor? Kim TikTokda? Nimaga menga farqi bo'lmaydi? Men O'zbekiston fuqarosiman, O'zbekistonda yashayman. Meni bolalarim shu yerda yashaydi. 5 ta bolam bor meni. Siz prezident. Men Shuhrat Musayevman. Siz kimsiz? Jurnalist, bloger Shuhrat Musayevman. Ishingizni qiling, bu tigilarga ishimni qilyapman. Millatimdagi razolatni, faxshi, 120-modda, unaqa gapirmang. Unaqa gapirmang. Men bilan unaqa gaplashmang iloji bo'lsa. Siz TikTokka qo'lingizga ushlamaysiz. TikTok shunaqa joy. Siz qo'lingizga menga TikTokga tushuntirmang. Men TikTokda yurganda sizlar yo'q deylar. Yo'q, mayli siz qachon yurgansiz, meni ishim siz TikToklarni ushlamaysiz. TikTok shunaqa. Yo'q, men bundoq ushlamasam, men o'zimni hissamni qo'shaman, odamlarning miyasini to'g'irlayman. Sizlar o'tirib masjidda o'sha shou qilib pul topyapsizlar, odamlar qarzini to'lamayapti. Odamlar kreditdan chiqa olmayapti, odamlar rivojlanmayapti. Men qarz bilan mening ishim o'lib ketmaydimi? Menga nima? Mana bu insonlarning ahvoli. Sizlar shularni podдержка qilib, shularni ko'rasizlar. Meni qornim och qolsa nima, u menga 4 ta non beramidi? Mening ishim bor. O'shalar sizni efiringizni ko'ryapti-ku. Sizni efiringizni o'shalar ko'ryapti, ular bo'lmasa to'shni och qoladi. Mening ishim bor. Yoki sizni qorningiz och bo'lsa, mening ishim bor. Yo, men qornim och bo'lsa, sizdan bir kosa ovqat so'rayapmanmi? Ovqat so'rayotganingiz yo'q, qilayotgan ish to'g'irlash kerak. Qo'ymaydi, kim pulini to'lamaydi, kim och qolmaydi. Meni ishim yo'q. Men birovga tegmayman, birov ham menga tegmasin, bo'ldi. TikTokni qo'lga ola olmaysiz. TikTok shunaqa joy. TikTokda hamma shou ko'rsatadi. Ishonasizmi? Yo'q, ishonasizmi? Olaman desam o'varaman. Pul topadi. Ishonasizmi? Olaman desam o'varaman. Ololmaysiz. U shunaqa. Yo'q, siz shunaqa bo'ladi. Ololmaysiz, TikTokga ololmaysiz, qo'lingizga katta gapirmang. TikTokga menga qarang. Mingta chetdan kiradi odam. Dunyo bo'yicha, yer shari bo'yicha odam kiradi. Siz ushlolmaysiz TikTokka. Men ular bilan ishim yo'q, men O'zbekiston bilan ishim bor. Bittasi Turkiyadan kiradi, men O'zbekistondan kiradi, bittasi Amerikadan kiradi. Vidushi juda ko'p bo'ldi. Ushlolmaysiz, katta gapiryapsiz. Ushlolmaysiz. Qonun chiqsa-chi. Hamma chetidan. Qonun chiqsa-chi. Qonun nima? TikTokga O'zbekiston kirmasin degan qonun chiqarasizmi? Yo'q. TikTok chiqarmasin degan qonun chiqarasiz. Yo'q, chiqarsa-chi. Menga hali o'zingizdan prezident yasab olmang. Siz prezident emassiz, o'zingizdan prezident yasab olmang. O'zingizdan prezident TikTokdagilar nima qilyapti? TikTokdagilar harom yeb yotibdi. Yechinyapti, yalang'och bo'lyapti, mukrish qilyapti. Qo'lingizda bolangni telefonni qarab o'tir, TikTokda. Hech bo'lib yurishdi. Yosh bolaga nima bor? Mehnatdan qochyapti, mehnat qilib pul topmayapti, bichni qilyapti. Kimni hayoti o'ziga? Hech kim bizga bolangga TikTok ochib bergin demaydi. Siz TikTok bolangga TikTok ochib bermasa ham, bola maktabda yuradi, kichkina bolalar bor, qo'lida telefoni bor. Sizlar TikTokda yuribman deb o'ylayapsizlar, sizlar Instagramda yuribsizlar. Men videolarni Instagramdan olganman. Mayli, internet olaman, hozir atimni
kirma, olami, pastga botsin, ko'chaga kirib ketsin. Transvestitlar bilan hamma yoq to'lib ketsin. Dunyoga keng ko'z bilan qarang. Dunyoga mani ko'zim bilan siz qaraganingizda siz yaxshi yashab ketgan bo'lardingiz. Ko'zingiz bilan qarash xohlamayman, o'zimni ko'zim bilan. Xohlamayman. O'sha ko'z bilan qarang. Olloh bermagan sizlarga ko'zni, shayton bergan mana. Internet juda katta joy. Ushlamaysiz. Internet juda katta joy. Zekika noto'g'rimi? Menga qarang, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi bor. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida TikTok запретный platformami? Sizlar VPN orqali kirib ishlatyapsizlarmi? Ha, ishlatyapmiz. Nima qilamiz? O'zbekistonda ommani oldiga chiqib fahish ishlar qilish qonunan taqiqlanganmi? Kim fahish ish qilyapti? Lishna men batl o'ynamayman shartda. Men efir ochib hammasi qilib yotibdi. Men sizni fahish qildingiz. Qilganlarga gapiring unda. Meni gapiring. Men sizga gapirayotganim, men ommaga gapirib o'tiraman. Men o'tiraman efir ochib. Gucci. O'tiravering. Bichani fahish qilyapsan demayapti. Murosiga kelinglar. Meni gapirib o'tiribdilar. Men baginyani ko'rsatdim, baginyani ko'rsatdim. Men sizni tanimayman. Seni so'qyapti deyapti menga kelib. Seni gapirib o'tiribdi. O odamlar yoziladi. Bunga ham yozishadi. 80 so'kyapti deb bunga ham yozishadi. Men bunga oldinda bir gaplashdik. Shuhrat mabodo yozib kelsa kelmagin. Men anaqa eshitmagin bularni. Dindan qo'yib yuborgan dedim men. Necha marta yozdi? 80 so'kib o'tiribdi, 80 so'kib o'tiribdi deb bunga ham. To'g'risida bu odamlar aytadi, sen so'kadi. TikTok shunaqa joyda, TikTok qizuv mana shu jinnliklar qilinadi. Ha, o'sha narsani men aytib o'tirman. Ey, Gucci. Odamlar o'sha dalbayobliklarni ko'ryapti-da, hayoti amiga kirib ketyapti deyapman. 1-2 bo'lmayapti, bilim olmayapti, ilm olmayapti, kelajakka harakat qilmayapti. Mana shu dalbayoblarni ko'rib umri o'tyapti deyapman. Hozir oladigani olyapti, o'qiydigani o'qiyapti. Hozir bizning maktabda ertalab bolalar maktabga kelgandan direktor turadida shimon qiladi bolalarni. Telefoni bo'lsa, kartochka beradi, telefonni mana yoqqa qo'yib qo'yadi. Gaplashmaysan. Ketayotganingda olib ketasan. Uyingda nima qilsang qil, u yoqda bizni javob bermaymiz deb telefonni shimon qilib kirayotgan. Ha, men biratam jala, yosh 50 ga borib qolgan qizlarni jala mamnaq qilib, ana anaqalar qildirib yuribdi. Uyat yo'q jala, boshiga ro'mol kiyib olib, kelin salom qilyapti. Yo, banavrot. Zek birat biladi. Sistema ko'rgan odamsiz. Nima qilyapsiz? Savol. Nima qilyapsiz? Ye, bilash, sistemani ko'rib chiqqan odamlarda panatga zo'r bo'ladi, brat. Siz boshingizga ro'mol tashab biladi. Kelin salom qilyapsiz. U ayb. To'g'rimi shu? U bilan hech kim ayblolmaydi. Yo, u aytmay. Billa. Yeshamayman, buncha politsiya oyna kerak emas-da, jalam. Bunda fortichka bo'lsa, fortichkadan mana shu billa kalla sig'sa bo'ldi, ko't sig'ib ketadi. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Xafa bo'lmaysizlar. Ano razolat, shayton, isqirtlik bor joyda unga qarshi chiqadigan menga o'xshagan odamlar ham bo'ladi. 2 qo'l, 5 qo'l barobar emas u. Kimdir iploslik qiladi, kimdir iplosligiga qarshi chiqadi. Bu hayot qonuniyati. Shuning uchun sizlar iplosliginglarni qilaverasizlar, men sizlarga qarshi chiqaveraman. Tamom. Boshqa muammo yo'q bu yerda. Menga qara, Gucci. Agar xohlasanglar, Nobodoga duel qilamiz desanglar, qadimda o'sha qadim zamonlarda duel qilishgan. Otib yuboramiz, muammo yo'q. Bu ishini qilsin. Bu ishini qilyapti o'zini, biz ishimizni qilyapmiz. Ha? Shunaqa, hamma o'zini ishini qilib yuribdi. Yo, shu ishni bir joyga qo'yish kerak-da, hozir Shuhrat aka bizda nima qilish kerak, Shuhrat aka? Voy, sal mana umumiy hisobda bitta tushuncha olinglar. Biza bolalarimizni kontrol qilsak ham, boshqa qilsak ham, bolalar shu narsani TikTokga kirmasa ham Instagramda kirib ko'rib qo'yapti. YouTube ochiq o'ynayman, magar YouTube'ga qo'yilyapti, YouTube'da ko'rib qo'yapti. Isqirtlik billat avjiga chiqib ketganda, sal to'g'irlash kerak-da buni. Mayli kulgili bo'lsin, mayli boshqa bo'lsin. Ayol kishilar, uzru amlarini ko'rsatib o'tiribdi. O'g'il bolalar cho'chog'ini ko'rsatib o'tiribdi. Qanaqa u? To'g'rimi shu? Bizda hammanglarni bola chaqanglar bordir-u, ertaga kelajakda bu narsalar internetda qoladi-da, otang kim bo'lgan, onang kim bo'lgan bo'lsa, shu ko'rinadi ertaga kelajakda. Qo'yavering. Kim qanaqa fikrda, nima unisi menga qiziq emas. Alo. Men gapirsam bo'ladimi? Men ham gapirsam ustoz. Da. Gapiring. Necha ustoz men gapirsam. Gapiring.
Uyda olmagan tarbiyani ko'tolmayman TikTokda. Man shuni Yo'q, yo'q, gapirib aka, man turolmayman. esimdaman. Bu shunaqa joy. Uyda olmagan tarbiyani Haromi joy. ko'tog'imdan beri ololmaydi. Ishonib uyda. 100%. Shunaqa, o'zi bu shunaqa, shunaqa lekin haromi joy. Odil mana bunaqa narsada hozir kontrol borku, juda qiyin bo'lyapti. Ko'ryapsan, ko'chaga chiqadi, oshna og'ayni, bolalar, qismaytab, sinfdosh, balo battar. TikTokka kirma, o'chirib tasha, Instagramga kirma, o'chirib tasha. Xush, YouTube ochiq, boshqa joylar ochiq, Telegramlar ochiq. Hamma yoqdan hamma narsa tarqalib yotibdi-da. Biz avjiga chiqib ketamiz. Bizning millat avjiga chiqib ketib qoladi. Bitta asad bilan ikki shartda o'ynaydigan narsangiz. Qarasiz, 3 marta shartda o'ynaydi. Ikki aka haydang. 23 ikki Men shartda o'ynamayman shartda. Biz chiqtiramiz Ben shartda o'ynamayman. Zo'r pul topasiz. Ikki shartda o'ynaydigan narsangiz. Opa, Guchi opa, men 2025-yil 1 million 100 ming dollar pul topdim. Shartdan boshqadan battle o'ynamay. Xohlasangiz mana ko'rsatib ham beraman. Mana. Mana Capital Bank men sizga ko'rsatib beraman. Men shart qilishim shart emas. Yoki battle o'ynashim shart emas. Yozurmaylar hozir nimaga sutxo'r yozyapsizlar? Men sutxo'rlik qilmayman. Men qurilish kompaniyam, avtosalonim bor. Jinniromisizlar? Bloger, men taniyman bu odamni. Yozurmaylar unaqa gaplar. Mana. Ko'ryaptimi? Ha, Capital Nima Bank bu aka? ko'rindi. Nima, siz yaxshi tushunasiz men bilaga, Odil. Yozurmaylar sutxo'r deb. 13 milliard 653 million 606 ming 277 so'm. Ha. Menga u keragi yo'q. Odam bilimini ishlatib ham soqa qilish imkoniyati bor. Yozurmaylar unaqa sutxo'r jonimga tegib ketdinglar 700 ta odam. Va yozursin. Men sutxo'rlik umrimda qilmaganman, birovga pul bermaganman. O'zi aytyapti, hech kim yozgani yo'q sutxo'r deb deydi. Voy mana bitta ikkinchi telefoningizni bitta kiring. Kiring ikkinchi telefoningizni bitta kiring. Kiring mana, kiring yolg'on bo'lsa. Ya, menga qiziq emas ular. Oddiy bosmaydi, shartda emas. Svetoforda tursiz hozir peshxodni. O'g'la charchamanglar, men o'zimni fikrimni aytaman, har doim aytib kelganman. O'zimni pozitsiyamda turaman. Sizlarning o'zingizlarning hayotinglar, o'zingizlarning yo'linglar, meni o'zimni hayotim o'zimning yo'lim. Men endi Men bola chaqam yashaydigan jamiyat uchun kurashishda to'xtamayman. Ava, lekin verma. Bizdan xafa bo'lmang, bizning ishimiz shu deb, men shunaqa mashdan pul topaman. Men mana shu yerda yeb ichishimga, kiyinishimga Oddan storo'n yo'l borku. Işin oddan storo'n yo'l bu shunga qarab ketiladi baribir. Nima akasi? Shunday ezdi 3 minut, 4 minut deb bor-ku meni TikTokam. Yo'q, to'xtang. Ana bitta mujik bor, oti nima? O'shani mana dalbayop oti nima? Bir yoqmadi, bir yoqmadi. Mana shu dalbayop kim? Dolni tengdagimi? Qani ko'rsatgan o'sha talbiyapti? Ha, bo'ldi, oz. Mashina nomerini chiqadi? Ha, bo'ldi. Kim bu? Kim bu dalbayop? Kim bu chol? Bu Alisher bu, bu Alisher. Bu Andijondan. İsmi Alisher buni. Bilak, miyasi yo'q bular. Uyobik anetda qudandalik bo'lib ketgan odam mahvolni qarab o'tirishini biladi. Qizlarni yechintirib shart beradi. 75 ga kelgan bo'lmay bat o'ynayapti hozir. Pul ish qilinglar Yoshiga qo'ttaram unaqalarni, miyasiga ham qo'ttaram bular. Pul ish qilinglar Hamma bor-ku. Xudoni esdan chiqarib qo'ydi-da, hammani xudosi mana bo'lib qoldi. Mana menba hammani xudosi bo'lib qoldi. Mana menba jalab. Bo'lasa pul ko'p ekan-a. Hammani xudosi mana shu bo'lib qoldi. Mana dard shu. Asa kartasini tashima. Voy. Shu uchun bizning xudoyimiz bu emas, o'rtoqlar, charchamanglar. Hammamiz o'lamiz, Allohning oldiga boramiz. Allohning oldida javob beramiz. Charchamanglar, joninglar bo'lsin.